Bo'ldi aka, tayyor. Rahmat Javohir aka. Nech pul bo'ladi o'zi? Endi Jasur aka begona emassiz, u ko'ngildan chiqarib beravering-chi. Ko'ngildan chiqarib deydimi? 50 ming bersam rozi bo'larmikan yoki ko'pmikan? Anon zapchasti ham arzon shekilli. Begona emasman u har holda. 50 ming menimcha yetsa kerak. Ish qilib 50 ming bermasin-da. Mana o zapchastlarning o'zi 150 ming turadi. Kamida 200 ming bersa hisobga to'g'ri kelardi-da. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Javohir aka, mana 20 ming. Oling. Shatmasida olib qo'ying. Oling, chin ko'ngildan oling. Rahmat aka, gaplashamiz. Siz ham ovora qilib qo'ydim-da. Alo shogird, keyingi safar meni tanishlarimdan birortasi chaqirsa, o'zing borasan, tushundingmi? Endi narxini ham 2 barobar qimmat aytasan. Ha, o'rtoq, necha qildik? O'rtoq sigaretina bir uchatib turgan bitta dona. O'zing olsang bo'lmaydimi? Qachon qarama so'rab yurasan? O'rtoq dona sotmaydi, pachka olsam o'rganib qolaman prosta. Qachon qarama boqishim kerak sandan. Assalomu alaykum. Aka, sigaret tamommi? Baba, rahmat. Yo'q, menga. Ajabsiz. Ketdingmi uka? Ha, ketdi aka. Ana sigaret chekaman-da, maylimi? Ha, bemalol. Menga ham bitta beralasizmi aka? Bo'ldi, o'tganmi? Rahmat aka. Zajor aka. To'q qorga yomon ketadi, bitta berchi. O'zi bitta qolgan. Jasur sana pulingga sotib olgan odamga o'xshab. Bitta zahar shalkami? Ha, shalka bitta qolgan chunki. Yarmini qoldirishmasa. Borlar sigaretni olinglar. Va Jasur o'zimizda ham qolmadi sizga. Kimdan olishni bilmay o'tiribmiz o'zimizdan. Voy, sotib olsalaring bo'lmaydimi? Voy, Krisa, shuncha payt o'zida sigaret bo'lib, birovlardan strellat qilib yurgan ekan. Jasur. Nima? Hech nima. Shunchaki odam emas ekansan. Endi bildinglarmi? Yo'q, kel. Bugundan boshlab umuman so'kinmasdan gaplashamiz. Davay. Bo'ldi. Qolachasan do'stim? Ha, ichaman do'stim. Javoh, yur birikta ishlarni hal qilib kelaylik. Shom bir ikkita ishlarim bor-da o'zimni ham do'stim. Bo'lmasa aniq borardim. Yeb qayerdasan do'stim? Ha, boryapman, kutib turgan. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. O'zingni-chi? Ha, yaxshi. Nima gaplar? Tinch. O'zingda nima gaplar? Tinch. Uzr do'stim, bilmay bosib yubordim. Ko'zingga qaramaysanmi? Chort, sana qimmat turadi-yu. Mendan bilinman. Mana davomli qaraysan. O'zingga qarasang bo'lmaydimi? Chort. Kim chort, ha? Kim chort? Sen chortsan. O'shan birga bir. Ke, o'shasanmi? Nima o'g'lim? So'ng, tekshir ha. O'zingga qarasang bo'lmaydimi? Kim chortligini senga ko'rsatmayman. Sen bilan endi gaplashamiz. Esingni ham chort degan. Kim chort? Uzr, brat, uzr. Yana bir marta chort desang ham jag'ing chiqaramiz. Bo'l, brat, bo'l. Bo'l yo'qol ko'zimni ko'raman. Tushunma, nemasanmi? Nima neda olni kelyapsan? Bora, naryoqda o'yna. Chort. So'ra. O'rtoq, qiynalib ketyapman. Yomon xumor tutadi ishon. O'rtoq, endi 3 kun bo'ldi, chidash kerak. O'rtoq, chidash kerak. Ortiq chidolmayman. Lom to'rt. Bog'ga telefon qilib ortiq chidolmayman. Ko'tardi gaplash. Ala bog'o, bugun hal qilmasang bo'lmaydi bog'o. Yo'q, bugun. Bir soatda jo'q bo'lmaydi, bir soatda. Nima qilishda bo'lsang, hal qil bir soatda. Bo'pti, ko'rishamiz. Nima bo'ldi o'rtoq, nima bo'ldi? Bir soatda hal qilar ekan. 1 soat. Qani ketdi. Dal. O'tib ketgan-ku. Qara, Qaramaysan bog'o, ikkita bo'ldi. O'ynab yutamiz, ketdi. Qara. Ketdi. Rendez-vous, prochain règlement.
Yo'q, tuzimiz o'rtoq. Alida, qayerda yuribdi, ha? Uydagilar quflab ketishdi o'rtoq. Ay, siz telefon qilmaysanmi? Telefon qilmoqchi edim. Telefon zaryad o'chib qolsa bo'ladi. Qo'yaversa bo'ladi-yu, zaryadniga. Zaryad qo'ymoqchi edim, svetom o'chib qoldi-da. Hamma narsaga gaping bor, yur ketdi. Mana okajon, hozir yo'ldaman. 2 minutda boraman. Yo'lda probka ekanda. Xo'p, aka. Aka, ikkisi shashib olib keling. To'xta Jasur. Ikki odam bir qarzing bermasdan cho'zib yuribsan. O'rtoq, bugun kechqurun soat 8 dan oldin aniq beraman. Telefoningni ham o'chirib olgansan, vijdonli bormi san? O'rtoq, men telefon ishlatmayman. Umuman ishlatmayman. Bu meniki emas, abuniki. Hozir berib kelay shundoq. Dostonov, kecha nima kelmadingiz? Ustoz kecha mashina olib ketdi-da. Mana so'qqa soqsiz-ku. Ustoz mana kecha doktorxonaga olib borishdi. Doktorlar immunitet baland ekan dedi, o'shanga javob berib olishdi. Immunitet baland ekan ustoz. Bo'pti, kiring. Jasur aka, Osmonga qachon uylanasiz? Ishlarim yurishib ketsin, uylanaman. Mashina olaman desiz, mashina oldingiz, uy olaman desiz, uy oldingiz. Ya, mana Amerikada ishlarım yurish uchun aniq uylanaman. Yur. Jasur, bugun uydagilar bilan ishim bor deganding. Jasur, sani mazing yo'q-ku. Masa aldagam yo'q, tanishinglar. Bu bo'lajak ayolim bo'ladi. Uyimdagi odam hisoblanadi. Hozir bu meni kasalxonaga boryapti. Ketdingmi? Ketdik. O'zi buni bahonasi hech qachon tugamaydi. Yura.